Sizda hammasi yaxshi deyishgan, lekin siz hali ham homilador bo'la olmayapsiz yoki faqat simptomlarni davolashdan charchadingiz. Balki sabab bachadon ichidadir. Gisteroskopiya bu oddiy ko'rik emas. Bu bachadon ichini tekshirishning oltin standarti. Bu aniq diagnostika va zarurat tug'ilganda o'sha zahotiyoq davolash imkoniyatidir. Gisteroskopiya orqali endometriydagi turli patologik o'zgarishlar, poliplar va bachadon ichidagi to'siqlar, sinehiyalar, bachadon ichiga qarab o'sgan miomalar aniqlanadi va bartaraf etiladi. Ba'zan UZIning taxminiy xulosasini gisteroskopiya 100% aniqlab beradi. Zamonaviy ginekologiyaning maqsadi taxmin bilan davolash emas, sababni aniqlash va to'g'ri qaror qabul qilish. Gisteroskopiya bu jarohat va kesishlarsiz tez va aniq tashxis qo'yish va albatta muammoning to'g'ri yechimidir. Agar sizda ham yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, klinikamizda gisteroskopiya amaliyoti orqali muammolarga yechim toping. Qabulga yozilish uchun ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning.